Assalomu alaykum. Apparat forum Sardobek kanali obunachilari. Mana bugun yana Xudo xolasa o'zimizga uy ichiga Boyqonga yangi qurilayotgan masjidga yana kolonkalardan tayyorladik. Xudo xolasa bir dizayniga, ko'rinishiga e'tibor berasizlar. Inshaalloh Xudo xolasa buni yangi Bobirjon o'zlarining ideyalari bo'yicha laminantlik despa bilan qilindi. Oq ko'rinishda qilib, drapsiz qilib, Xudo xolasa bu ko'rinish ham yoqadigan bo'lsa, bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Mana shuruplarning o'rniga o'zini oq shurup yopadigan nimalar bor, yopiladi. Umuman shurupi ham ko'rinmaydi. Tayyor kraskada drap keragi yo'q, xudo xolasa. Quyoshda ham ranglari o'chmaydi. Inshaalloh juda ham chiroyli chiqibdi. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa masjidlarga chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Bunga T12 o'sha Chayan 200 dan 400 vatgacha dinamigi va pisochni driver pishalkasi qo'yilgan. Sizlarning zakasingizga qarab, bundan ham kuchaytirib, dinamiklarini yoki pishalkalarini kuchaytirib tayyorlab berishimiz mumkin. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimizga kattakon rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.